Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doim Murod Qodirov. Bugun 11-fevral sanasidamiz. Sankt-Peterburgda. Do'stlar, zo'r, ajoyib bugun ishlar chiqyapti. 5-6 ta voditel kerak O'zbekiston pirovasi bilan bo'ladi. Yana pogrushchikka odam kerak, frontalniy pogrushchikka, JCBga, bobketga, yana shunaqa narsalarga xullas odam kerak. Где-то bir 10 tacha odam kerak bo'ladi bugun har xil shaharlardan. Demak, biz boshlaymiz. Boshlashdan oldin siz kanalimizga yangi bo'ladigan bo'lsangiz, bitta shu podpiskani bosib qo'yadigan bo'lsangiz, xudo xolasa sizlarga shunaqa yaxshi ishlarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Like'larni bosmaganlar like'larni bosib qo'yamiz, chunki bu videorolik albatta siz kutgan videorolik bo'ladi. Nomerda izlashga shoshilmaymiz. Ko'pchilik odam shunday videoni ko'rishi bilan, videoni oxirigacha ko'rmasdan shu mavzuni sarlavhani o'qiydi ekanda telefon qilib nima ish qayerda deb turib videoni ko'rmasdan juda ko'pchilik odam men o'zimga ham chiqyapti savol berib qayerda u nima ish deb videoni ko'rish kerak oldin. Men sizlarga shu vaqt ajratib shu narsani chiqaryapman. Sizlar ham shu bir ozroq oxirigacha ko'rsangizlar, xudo xolasa video chiqqandan keyin где-то shu 10-15 minutdan keyin nomerlarning hammasini batafsil kommentariyada qo'yib qo'yaman va описаниеni topolmaydiganlar bo'ladi. Shunday ish bor yoki срочный odam kerak shu o'zbek pravo o'tadi deb katta yozuv bilan video tagida sarlavha ustiga bitta bosadigan bo'lsangiz описаниеda nomerlar ko'rinib chiqadi. Va meni yozganimni shu kommentariyalar orasidan izlasangizlar bo'ladi, chunki uzunroq SMS bo'ladi. Ya'ni chunki ko'pchilik odam kerak bo'lgani uchun hammasini batafsil yozib qo'yaman nomerlarni. Demak, boshladik. Добрый день, еще раз, друг. Ну, смотри, друг, меня надо водителя на GCB. Ну, срочно. Ну, надо узнать, ну, хотя бы по чуть-чуть надо узнать русский язык, права российского обязательно. Даем зарплату в месяц 2 раза, 120 тысяч оклад закрываем. И будет каждый день работа. Оплатим 100 рублей. Ну, смотри, друг, обязательно срочно. Nada. Bu odamga bobket ham kerak ekan, boya aytgandik, hozir bobketni aytmabdi. Soatiga 500 rubldan ekan, bo'lmasam, xohlasangiz oklad qilib gap tashlashingizda bo'ladi. Oyligi 120 rubl oklad. Bu ish Moskvada JCBchilarga kerak bo'ladi. JCBchilar kerak bo'lar ekan. Xullas, nomerlarni pastda qoldiraman. Mini ekskavatorga ham ish bor ekan. Assalomu alaykum. Nechisiz? Jalolsiz? Qani, bizam Xorazm shahrida so'ylasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Bizlar ham shu provani aytdik, keldik, hammasi ajoyib. Yaxshi bilan qiyinchilik yo'q, hech qanday. Hammasi yo'q. Ishonmanglar, ajoyib. Chisti original prova beriladi ekan bu yerda. Temurmadimi? Yo'q. Sog'lom, ishingizga omad Temur aka. Assalomu alaykum. Ko'rgan bo'lsangizlar, mana. Shu bilan ish yo'q deydiganlar uchun bu fake xabar deydiganlar ham nima qilar ekan, mana shu mini ekskavatorga kerak ekan, bobketga, keyin JCBga ham ish kerak ekan. Xullas mana shunday. Nomerlarni pastda qoldirib o'tib ketaman. Bemalol telefon qilsangizlar, xudo xolasa. Ish Moskvada ekan. Pullarni nimadan hammasini o'zingiz gaplashasizlar. Hammasini pullarni o'zingiz gaplashasizlar. O'zbek akalarimiz bor ekan, ishlayotganlar, orasida armanlari bor. Ularni ham o'zingiz gaplashasizlar. O'zbek akamizning nomerini qoldiraman. Xullas telefon qilsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa hammasi o'zingiz gaplashing pullarni. Hammasi договор дорожный деньги, ya'ni o'zingiz ham gaplashganingiz ma'qulda. Demak, ikkinchi ishga telefon qilamiz. O'zimizni Surxondaryolik Qashqadaryo. To'xtang, stop, 1 minut. Shu yerda ozroq vaqtingizni olaman. Juda ko'pchilik odamlarga patent, original registratsiya kerak bo'ladi. Har bitta musofirni boshiga tushadigan narsa o'zimga ham kerak bo'ladi. O'shaning uchun men sizlarga o'zimdan yaqin bitta odamni tavsiya qilaman. Pastda nomerlarni qoldiraman. O'zim nomerimga chiqadigan bo'lsangiz nomerlarni beraman. Juda ko'pchilik odam hozir registratsiyadan kuyib qolyapti. Aniq registratsiya topish qiyin bo'lyapti Sankt-Peterburg shahrida. Kim bilan oblastga yoki Sankt-Peterburgda o'ziga patent qilmoqchi bo'lsa va registratsiya qilmoqchi bo'lsa, bemalol pastda men o'zim nomerimni qoldiraman. Shunga telefon qilsangizlar, xudo xolasa sizlarga. Va glавныйsi kirdi chiqdi xizmatlari ham bor. Kirdi chiqdiga kim Moskvadan yoki Sankt-Peterburgdan kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsangizlar, menga murojaat qilsangizlar, xudo xolasa o'zim sizlarga yaxshi o'zim tanish do'stlarimni tavsiya qilaman. Mashinalari ko'p, bemalol telefon qilsangizlar, xudo xolasa pastga ko'rsatib o'tib ketamiz nomerlarni. Olib kelishadi. Qashqadaryo. Akram aka, assalomu alaykum. Yana bir bor. Assalomu alaykum. Aka, alaykum salom. Adashmasam Qashqadaryodan edingiz siz? Ha,
men Qashqadaryo viloyatidanman. Ha, Qashqadaryo G'uzordan, ha. Bo'ldi, gap yo'q aka. Boya ish voditelga degandingiz, ha? 3 ta voditel kerak degandingiz O'zbek Prava bilan. Samosollarga. Ha, 3 ta samosolga kerak. Keyin buldozerga kerak, JCBga kerak, ekskavatorga kerak. Aha. Nechta odam kerak? Ularga nechta odam? Buldozerchi kerak bitta. JCBga bitta odam kerak. Bitta front nagrovchika kerak, 3 ta samosol shopir kerak. Ha, demak samosol shopirga rus tilini bilsa, navigatorga tushunsa bo'ldi. O'zbek Prava bilan olaveradi. Ha, oladi. Oylari aklat dedingiz, ha? Oila aklat aka, 3 mahal ovqat bor, yotoq joy bor. 90 ming so'm beryapti. Endi opti bo'lsa, yaxshi til bilsa, ko'tarib o'zi gaplashmasa bo'ladi. Tushundim. Men o'zim ham shu odamni qo'lida ishlab turibman hozir. Ha, sizga pullarni beryapti, oyliklar beryapti, normalni. Aka, men 4 oy bo'ldi. Men 4 oydan beri oyvoy aka oylik so'rayman. Aktamjon ertaga 2 kundan keyin 1 kunga beraman deydi, o'sha kun pulni olib kelib beryapti. Gap yo'q aka, gap yo'q. Gap yo'q, rahmat. Bo'lmasam siz nomeringizni ko'rsatsam bo'ladimi pastga nomeri? Yoki bo'ladi, o'zingiz ya'ni o'zbek tilida nima qilsak bo'ladi. Bo'ldi. Gap yo'q aka, bo'lmasam nomeringizni qo'yib qo'yaman. Sog' bo'ling aka. Rahmat katta. Sog' bo'ling aka. Bu Aktam akamiz Qashqadaryodan bo'ladilar. Biz bu odamga, bu insonga ya'ni prava olib berdik yaqinda. Bu akamiz bizni har doim kuzatib borar ekanlar. O'shaning uchun nachalniga aytgan ekan, shu bir ikkita odamlar kerak, 5-6 ta deb aytgan ekan. Shunga bu akamiz menga murojaat qildi, topib bering, o'zim ishlayapman, pullarni beryapti. Kelib ishlasa bo'ladi, o'zimiz bolalar deb. Va samosollarga o'zbek, tojik, qirg'iz prava bilan olaveradi. Demak, akalar, 3-chi demak, yana o'zbeklar kerak ekan, samosolga Scania ekan. Ko'ramiz qanaqa ish ekan. 2 ta odam kerak ekan, o'zbek pravalar bilan olar ekan. 15 tacha o'zimizni bolalar ishlayapti ekan. Hozir gaplashamiz, batafsil sizlardan so'rab, shu sizlar uchun so'rab ko'ramiz qanaqa ish. Ruscha bilmaganlar uchun hozir tarjima qilib o'tib ketaman, iloji boricha qo'ldan kelguncha. Like'larni aytmasdan bo'lsangiz, menimcha like arziydigan video bo'lyapti. Xullas bundayda nomerni ko'rsataman sizlarga. Demak, telefonni ko'targani yo'q. Oyliklarni o'zingiz gaplashib olasizlar. Lekin ikkita voditel kerak ekan, O'zbekiston pravasi ham bo'laveradi. Telefon qilasizlar, shu yerda skrinshotini ko'rsatib o'tib ketaman. Bo'lmasa bunday qilamiz. Mana. Menimcha sizlar ko'rinyapti. Xullas ana shunday. Menimcha sizlarga ma'qul keldi degan umiddaman. Like bosganlar qo'llar dard ko'rmasin. Xudo xolosa keyingi videolar bundan da qiziq bo'ladi. Podpiska bo'lmaganlar yana bitta podpiska bosib qo'ysanglar, xudo xolosa sizlarga chiroyli videolar tayyorlashga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli vatandoshlar, ko'rishguncha.